O'tkir Hoshimov. Irsiyat hikoyasi. Hali maktabga qatnamasdim. Oramizda Yelim laqabli bola bo'lardi. Tekkanga tegib, tegmaganga kesak otar. Hatto yoshi katta bolalar ham undan uzoqroq yurishga harakat qilardi. Yelim laqabini olishiga sabab, u otasi urushga ketgandan keyin 2 yil o'tib tug'ilgan. Onasining aytishiga qaraganda, qorniga yopishib qolgan ekan. Bir kuni Yelim yomon ish qildi. Qayerdandir oriqlab ketgan qora mushukni topib keldi. "Hozir senlarga tomosha ko'rsataman", dedi-da, mushukning dumiga chizimcha bog'lab, big'illatib daraxt shoxiga ilib qo'ydi. Anhor bo'yidagi toshlardan ko'ylagining etagiga to'ldirib keldi. Keyin 5-6 qadam orqaga chekinib, mushukka tosh ota boshladi. Bolalardan biri "Unaqa qilma", desa, "Bo'pti, o'zingni toshbo'ron qilaman", deb xezlandi. Yelim toshlarni shoshilmay, uzoq mo'ljalga olib otar. Mushuk har gal tosh tekkanda ayanchli miyovlar, tipirchilab o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlar, ammo qutulib keta olmas edi. Oxiri bechoraning og'zidan qon kela boshladi. Biz bolalar dahshatdan qotib, qilt etmay turar, nima qilishni bilmasdik. Bir mahal mushukning ko'zidan yashil olov sachrab ketgandek bo'ldi-da, so'nggi bor miyovlab tinchib qoldi. O'sha kuni ro'y bergan voqeani ichimga sig'dira olmay, onamga aytib berdim. Onam otamga aytgan shekilli, kechqurun otam bizni yoniga chaqirib tanbeh berdi. "O'sha bola bilan o'ynasalaring, ta'ziringni beraman." So'ng bir zum o'ylab turdi-da, qo'shib qo'ydi. "Balki bolada gunoh yo'qdir, palagi nopok." Otamning gapini yaxshi tushunmagan bo'lsam-da, Yelimdan nariroq yuradigan bo'ldim. U 7-sinfni bitirib, boshqa o'qimadi. Universitetda o'qib yurgan kezlarim Yelim odam o'ldirib 10 yilga kesilganini eshitdim. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bilmadim, 30 yil, 35 yilmi? Kuz kechalaridan birida darvoza taqillab qoldi. Chiqsam, telpak kiygan notanish odam turibdi. "Tanimading-a?" dedi eski qadrdonlardek yelkamga qo'l tashlab. "Men falonchiman." Rostini aytsam, bunaqa ismli odamni eslay olmadim. Otini qayta so'ragan edim, iljaydi. "Yelimman." Shundagina eski qadrdonim yodimga tushdi. "Senga bir masalada keldim", dedi maqsadga ko'chib. "O'g'lim arzimagan narsa bilan qamoqqa tushib qoldi. Tergovchi bilan gaplashsam, zaryajat qilib yubordi. Shunga bir yordam berib yuborsang." "Men tergovchini tanimayman", dedim rostini aytib. "Sen ularni tanimasang, ular seni taniydi-ku." Ochig'i, o'g'lining arzimagan narsa bilan qamalganiga ishonmadim. Bunaqa ishlarga aralashmasligimni aytdim. Yelim xafa bo'lmadi. "Bo'pti, sen bo'lmasang boshqasi topilib qolar", dedi-da ketaverdi. O'g'lining qismati nima bo'lganini bilmayman-ku, oradan tag'in 5-6 yil o'tib, noxush xabar eshitdim. Yelim xotin, bola chaqasi bilan ajrashib, qo'shni mahallaning chekkaroq joyidan hovli sotib olgan ekan. Qish kunlaridan birida uyiga o't ketibdi. Pajarnilar o'tni o'chirib, ichkariga kirsa, Yelimning kuyib ketgan jasadi yotganmish. Negadir oyoq qo'li sim bilan bog'lab tashlangan emish. Bechoraga achindim. Otamning gapi yodimga tushdi. Palagi nopok.